balvoq bir yo'l tashabbusi va rayonni tutashtirish turlari. Coğrafilik o'rniga asosan bu rayon bir balvoq bir yo'l tashabbusining 6 quruqliq liniya turining asosli bir qismini tashkil qiladi. Chunki Yangi Yevroosiyo quruqliq ko'riki va Xitoy O'rta G'arbiy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy koridordan iborat ikki muhim liniya bu rayondan o'tadi. Yangi Yevroosiyo quruqliq ko'riki bir yo'l bir balvoq turining qatnash vaqtini qisqartirish, raqobat kuchini oshirish va tamojna rasmiyatlarini oddiylashtiriishni maqsad qilishi bilan Qozog'iston, Rossiya va Belorussiya orqali Xitoy bilan Yevropa o'rtasidagi qatnashni tutashtiradigan eng yiqishliq bir turi hisoblanadi. Halbuki Xitoy O'rta G'arbiy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy koridori bo'lsa, Xitoyning g'arbda Sharqiy Turkiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Turkiya orqali Oq dengiz bilan tutashtiradi. Bir balvoq bir yo'l tashabbusining quruqliq liniya turidan boshqa Xitoy dunyodagi eng cho'ng quruqliq porti bo'lgan Qozog'istondagi Xorgos darvozasi, shundaqla Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'liga o'xshash nurg'un qatnash va energiya ul aslaha turlarida rayondagi davlatlar bilan hamkorlashdi. Bu turlarning hammasi Xitoyning O'rta Osiyo rayonida yetakchi o'ringa qo'yib, savdo taraqqiyoti va rayondagi davlatlar kirimining eshiga tuhfa qo'shadigan iqtisodiy kelishim va o'rtaq turlar orqali bu davlatlarni mushu turlar bilan bog'lashni maqsad qiladi. O'rta Osiyodagi 3 xil kuchga taqobil turish. Xitoy O'rta Osiyodagi bexatarlik va harbiy rolda 3 xil kuch prinsipini ko'zda tutadi. U bo'lsa-mu Xitoyga nisbatan xalqaro terrorlik, diniy oshqunlik va bo'lgunchilikdan iborat. Shuning bilan bir vaqtda uning andisi Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan Xitoyning g'arbiy shimol rayonlarining bexatarligi va muqimligi, shundaqla Afg'onistondagi Tojikiston va Pokiston o'rtasini ayirib turadigan hamda Sharqiy Turkistonga tutishadigan kuzatish qiyin tog'liq rayon bo'lgan Vaxan koridorining bexatarligi bilan munosabatlik. Uzoqdan buyon Xitoyning bexatarlik manfaatiga kafolatlik qilish strategiyasi yaxshi munosabatni saqlash, uzluksiz aloqalashish va rayon davlatlarining yuqori darajalik mudofaa amaldorlari bilan tajriba almashtirishdan sirt Shanxay hamkorlik tashkilotining roli va Rossiyaning rayondagi harbiy mavjudligiga tayandi. 2016-yilning kelishiga ergashib, Xitoyning rayonda bevosita harbiy va bexatarlik mavjudligi uchun kuch chiqarishga yuzlanish orqali ilgirki strategiyasida o'zgarish ko'rilishga boshladi. Bu orqa ko'rinishda Tojikiston va Qirg'iziston Sharqiy Turkiston rayoniga yaqin bo'lganligi va bir balvoq bir yo'l tashabbusi munosabatlik qatnash ul aslaha turlari uchun ahamiyatli bo'lganligi sababidan Xitoyning bexatarlik manfaatida alohida ahamiyatga ega. Beijing ayon bo'ldiki, bu ikki davlatda ta'sirga ega bo'lish va ularning ichki muqimligiga kafolatlik qilish O'rta Osiyoning ichki rayonlarida bir balvoq bir yo'l tashabbusi planini muvaffaqiyatli tamomlashning muhim sharti. Xitoy bu xususda Afg'oniston va Sharqiy Turkiston chegarasiga yaqin bo'lgan Tojikistonning Gorno-Badaxshan avtonom rayonida Tojikiston chegara qismlarining gazarma qurilishini mablag' bilan ta'minlash kelishimi nomida Tojikiston darvozasidan tunji muhim qadamni tashladi. Xitoylar bu qurilish uchun 19 million dollar mablag' ajratgan bo'lib, Tojikiston Afg'oniston chegarasidagi bir qancha chegara punkti va mashq markazlarini o'z ichiga oladi. Bu o'rinlar Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligiga qarashli xalq askarlarining maxfiy boshqurishiga topshirilgan. Shu yili yana Shanxay hamkorlik tashkiloti ramkasi sirtida Tojikiston bilan Xitoy armiyasining tunji qatimliq birlashma manevri hamda har qaysi davlatlar o'rtasidagi bexatarlik hamkorlikni kuchaytirish uchun Xitoy bilan Tojikiston, Pokiston va Afg'onistonni o'z ichiga olgan terrorlikqa qarshi turushdagi hamkorlik va moslashtirishning to'rt taraflik mexanizm taraqqiyotiga shahid bo'ldi. Amerikaning Afg'onistondan chekinishi Tojikistonning Afg'oniston bilan bo'lgan chegarasida Vaxan koridoriga qaraydigan joyda Xitoyning harbiy baza qurishi qo'shilganligini e'lon qilishi Tojikistondagi qadamlarining tezlashishini keltirib chiqardi. Bu kelishim ilgari Gorno-Badaxshan rayonining Pamir tog'iga joylashgan. Ilgari uning mavjudligini qat'iy rad qilib kelgan Xitoy maxfiy bazasining mangulik bazaga aylanishini o'z ichiga olgan bo'lib, yangi bazaning Xitoy mablag' bilan ta'minlaydigan Tojikistondagi tez inkos qaytarish guruhi alohida qismga tava bo'lishi muqarrar. Bu kelishim Tojikiston ichki ishlar ministrligi bilan Xitoy armiyasi emas, balki Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligi o'rtasida imzolangan bo'lib, bu Xitoy xalq qurolli qismlarining Xitoyning O'rta Osiyo rayonidagi harbiy diplomatiyasida o'ynaydigan rolini ko'rsatib beradi. Bu diplomatiyaning qiyofati Xitoy hamkorlik 2019 deb atagan Xitoy xalq qurolli qismlari bilan O'zbekiston va Qirg'iziston milliy davlat mudofaa qismlari qatnashgan birlashma manevr orqali ro'shanlashishga boshlagan. Xitoyning Qirg'iziston tarafga qo'llangan strategiyasi har xil sabablar tufaylidan boshqacha shaklda bo'ldi.
Buning ichidagi eng muhimi Qirg'izistondagi xavf xatarning qo'shni Tojikistonga solishtirganda tevan ekanligi bo'lib, Xitoy bevosita harbiy mavjudligining o'rniga Qirg'izistondagi Xitoy turlarining xizmatchilari, ishchilar va mol mulkini qo'g'dashni bahona qilib, xususiy bexatarlik shirkatlariga ijozat berish orqali putirab turmoqchi bo'ldi. Bo'libmi Xitoyga qarshi kayfiyatning kuchayishi, namoyish hamda Xitoy fuqarolari va ularning mol mulklariga qaratilgan zo'ravonlik harakatlarining ko'payishi yana bir sabab. 2016 yildan boshlab Xitoy Xalq ozodlik armiyasining O'rta Osiyodagi milliy armiyalar bilan elib borgan harbiy manevrlarning soni oshib, yarim aylanma tashkillik xarakteriga ega bo'ldi. Bulardan faqat ikkisi Shanxay hamkorlik tashkilotining qatnashishi bilan elib berildi. Xitoy yana harbiy ta'lim-tarbiya almashtirish programmasini yo'lga qo'yib, O'rta Osiyo armiyasidan Xitoy harbiy maktablariga qabul qilingan ofitserlarning sonini ko'paytgandan boshqa, yerlik harbiy maktablardagi harbiy mashq va ta'lim-tarbiya programmasini taraqqiy qildirdi. Buningdan sirt Xitoy O'rta Osiyo davlatlari armiyasining harbiy texnika sohasiga beradigan yordamini ko'paytdi.